Mana shunday holat sizda ham tez-tez uchrab turadimi? Unda videoni oxirigacha tomosha qiling. Bu oddiy charchoq yoki asabiylashish emas. Bu fatsial gemispazm, ya'ni ma'lum bir sabab hisobiga kelib chiquvchi jiddiy kasallik. Bu kasallikning asosiy xususiyatlari ko'z qisilishi, og'izning bir tomonga tortilishi, asosan yuzning chap tomonida yoki o'ng tomonida bo'lishi bilan xarakterlanadi. Uxlayotganda bu shikoyatlar yo'qoladi. Kasallik keltirib chiqaruvchi asosiy sabablar miya o'smasi, miyadagi holatlar, insult holatlari, jarohatlar yoki yuz mushak yoki yuz nerv tomirlarining siqilishining hisobiga kelib chiqadi. Eng ko'p uchraydigan holat esa sababsiz yuz gemispazmlari kelib chiqishidir. Yuz nerv shamollashining hisobiga va uni yaxshi davolanmasligining hisobiga ham asorat sifatida kelishligi mumkin. Ayrim bemorlarda bu holat doimiy holatga o'tib qoladi. Charchoq holatida yoki qattiq stress holatida yuzdagi uchishlar yanada kuchayishi mumkin. Bu kasallikning davosi bor. Bunday bemorlar tez-tez shifokor ko'rigida bo'lishligi shart. Bu nevrologik tiklar. Keyingi mavzuyimiz aynan mana shu haqida bo'lishni istasangiz, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.